Manda faoliyatni qilib boqmabdim, bugun qilma ish deriza, munchining ishlaridan tortib, cho'ng darvozadan tortib, hammaning faoliyatini qilib berma. Avval derizadan keldik. Derizniki sizniki og'iningizga qarta uyingizga haqs olib beramiz. Bu yerdan foydalanishdim, jiq deyishib ketdim. Manandan payt qilgan ya 15-20 kun payt qilgan bu tugida. Maniki siz kelsangiz ya uyingizga kirgan haqs olib berdi ya 50-60 kun yoki 200 kungacha olgan narsangizni qarta qo'yib berdim. Munchining ishlari men keldik. Cho'ng darvozadan bu ishlarning hammani olib berma. Manda munchining ishlarini hammani 220 kun, 250 kun arqadan turatdim. Akagan badlam 170 kundan berib aka qulani. Bo'ldi. Bak doyuğunu çıkarıp koyab, çaşne, qırğanılda tarap koyab, vaqti kelganda mekanda bitib tug'asa kelmaydi ma? Yo'q, 170 kun hisob. Keldik ma? Hammasi bilan o'xshamamdi mana. Yo'q, har qanday o'xshash. O'xshashmi? Bir bahadlim. 170 kun mana ketdik. Inindi kel, mana mandaq o'yinlarniki har xil fangdamir ishlar deymiz yoki mandaq isil ishlar olib qolsin, mana manandak no'ch ishlar olib qolsin. Mushulni eng tövini 2400 koydun. Bek bo'lmasa 2700 ko'dan 2400 ko'z mushalik situatsiyatim deydi. 2000 ko'dan 2200 ko'gacha. 2200 kun hisob. 2200 ko'yma. Apag'iz bermay. Haqsiz. Mana. Ishning turi bak chiqqan, unga talaq chiqila. Talaqdagi darvozani bir cho'nitib, men ag'inam do'konni yutkigan, shu sababdan bo'lib qoldi. Bu ag'inam koni darvozachi, koni ishchi. Manda to'mi darvoza yasaydigan mana ko'rdik ha. Mana. Qanday darvozalar qo'yib qolsa, har qandaygini yasaydi mana. Qo'ldim mana. Mayli shu dachingiz olamdi, mayli Azmatxonning qo'rosidek burmunch qal qo'yib vaqadigan, ishtiboqadigan nimlarni olib qolsa, har qanday darvozani qildi mana. Ko'rga. Anglislik. Meyagim chiqdiq mana. G'ulji pasun. Mana men chiqdiq. Mana men g'ulji pasun ekan mana. Mushiningdan tortib, hammasi bor ishning. Mushiningdan tortib e'tiborni alohida qilib bergan bo'ldi. Avval hamda nima uchun desak, buningki endi foyda qilish nisbati o'xshamaydigan ba'zilarini 100 ko'y foyda qilgan, ba'zilarini 200 ko'y, ba'zilarini 300 ko'y. Endi aqsa birdan aqsa bir ishi aqsa qo'yib birdan aqsa qo'yib qilib bo'ldi. Asli bu ag'inam dukani burun Yakshan bozorining Oqtunaya. Shirishig'izdan o'tirishda o'ttil kirib taqasaqlam, ashay taqishib toq. Hozir shu taqashqa azroq maqsad taomlar sarıva mı yapar? Bütün oshxona tomoq chiqadigan mush ko'chda. Mush ko'chadan keyin yendika Baş kirgandiki, mana shu so'l qo'tarib birinchi do'kon. Yakshan bozor bo'lsa, ishdan tortib, hammani hozircha mana shu eng cho'ng mana shu ag'inamniki. Mishadan tortib, ashta bo'lsin. Bayam degandek, deganni qilib birlar. Birimiz. Do'yong chiqib, lam ayak qilib yemasak, chiqmayman. To'g'ri batama? Yo'q, to'g'ri. Maqsad shu do'kon tuntush. Do'kon yetkazib emasmi? Ha, to'g'ri. Men nurg'ulan xaridor bilinmabdi bilan do'kon o'rnida. Shu maqsadda. Numara da prada. Telefon numaram 199 90 42 33 35. Mush numara telefon qilamiz, undar qasaqmi bularda? Undar o'rtaq. Ortiq gapni qilmayman, o'zinglar kelib ko'rib kessanglar bo'ladi. Bir tal yurak besitib, yulduz belgisi saqlab qo'yib, mush ag'inam kuzasanglar, bunda deb tikansa desanglar, men işte degandim deydi. Ularga bir xo'p belki yo'llab qo'yinglar, darvozalarni qanday raqib yo'llab qo'yinglar. Sizlarning chiroyliqmi? Ma'g'imiz qanday darvoza chiroyliqmi? Undanlar qolsa, ashtalab qolsin. Faoliyatni ish qilib tursa, 5-yana birgacha. Bo'lsin deganek bo'lsin. 5-yana bir qilib ketma. Bo'ldi. 5-yana bir kelsanglar bo'ldi. Undan qo'y.